Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Kingdaman. Videomizda biz Craftsman o'ynaymiz. Bizda bugun mehmonimiz bor. Uning nomi Max. Assalomu alaykum bola. Yaxshimisiz, tuzimsiz? Mana kuzatgan obunachilarim. Bugun sizlar bilan Kingdaman bilan albatta chiroyli video bo'lishi uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kingdaman Uzbek kanaliga obuna bo'lib qo'yishni uchun like quvvatla bosib qo'yasizlar. Qani go. Max va Insam kanallariga like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib. Ana bo'lmasam biz ketdik. Ana kirdik. Hop, ana bugun videomizda dori obzor qilamiz. Bugun biz dori tayyorlaymiz. Dori tagidamiz, mana dori kattaligini qarang. Assalomu alaykum. Inventarim sal bo'shatib bo'lar. Kingdaman, assalomu alaykum. Alaykum assalom, bro. Yaxshimisiz? Ha, zo'rmi? Bugun biz darvozaga boshlar ekanmiz, ha? Bo'lmasa birinchi bu zooparkdan boshlaymiz. Zoopark, davay, qayda zoopark? To'g'rimizni. Do'stlar, salom. Menga ovqat ber, Max. Hop, mana. Qilishgacham video urushmaymiz-ku. Bilaman просто. Bo'lmasa bir dori bilan tanishib chiqamiz, hozir ko'rib, qani. Bu yerda biz tayyorlanib, kiyimlarimizni kiyib chiqamiz. Mana bu yerda chiqqan balonchamiz bor. Qani qilishim mumkin. Zo'rku, Max. Mana ko'rishim mumkin. Yo'qdimi? Ha, yo'qdi, udar Max. Bo'lmasa tashlab chiqamiz. Eshik yopiz. Bo'lmasa bu yerda zooparkimiz bor, batutimiz, trimimiz bor. To'g'rimizdagi bu zooparkimiz ham bormi? Ha, zoopark, tir. Batutam bormi? Bu alam kachalar bor, ikkita batutimiz bor. Bu birinchi batutga kiraylik, zo'rda. Wow, jilelik. Oy. Mazaga zo'r qurib qo'yibsan, Max. Thank you. O'zda trimimiz o'tishi mumkin. Trimimizda endi men hozir o'zim o'qib beraman. Xo'p, kelinchi. Pistayman, oladi. Thank you. Mana pistaymiz. May. Ya, bo'ldim o'zim. Ha, olayman. Bo'ldim o'zim. Ha, mayda makina g'ataring. Ana Max. Ana birinchi marta boshladi. Xo'sh. Voy. Dushman strike. Ikkinchisi 5 to'q berildi. Wow, kelamizga bir xil bo'lib tushdi. Bo'lmasa bularni joyga qo'yib qo'yamiz. Endi hozir boshqa joylarga aylanishga vaqtimiz yetmay qoladi. Shuning uchun ketdik. Davay. Qana bu kachalarimiz hozir ishlamaydi. Buni motorini qo'yish kerak. Kachalarimiz ertadan ishlaydi. Albatta ertadan Kingdaman video tushishni mumkin. Albatta bundan ham video qo'yishlar mumkin. Javob bermaymiz. Mana shundan video qo'yishlar mumkin. Yana bitta batut bor ekan. Ha, bu ikkinchi VIP batutimiz. VIP batutim. Qaraysan, Max. Mana endi zoopark qilishimiz mumkin. Zooparkga marhamat. Belki 5000 dan, kichkina uchun, kattalar uchun 7000 dan. Yaxshi. Men uchun bu yerda o'zimiz yotib olamiz. Yotib olgan joylarimiz ikkita vagonimiz mana shunaqadan ikkita. Maymunlar ham bormi, maymunlar? Yo'q, albatta. Maymunlarimiz bor, ikkita ko'rsapalalarimiz. O, mollar bor ekan, qizil mollar, gepardlar bor ekan. Afrikan. Chiya bo'rilar ham bor ekan. Конечно. Bu yerda qo'zichoqlarimiz bor, endi tug'ilgan. Bu yerda endi o'zingiz bilasiz, juda harom go'sht bo'ladi bu. O'zingiz bilsangiz kerak, buni obunachilar hammasi biladi. Mol, oddiy qora mollar. Bog'da ikkita vagonda. Bu Afrikani tovug'i. Oy, to'g'ri. Bittasi $150 ming turadi.
Oho. Bu qay Braziliyanikimi? Braziliyanikida. Sapsariq anaqasi ekan. Ekranni boshqa ko'rinishi mumkin. Ovqat beraymi? Ovqatingiz bor o'zi. Ovqat. Davay. Yo'ling. Dedi. Amanda bor edi, mana bor ekan. Bu yerga endi yangi hayvon olib kelamiz. Bu hayvonni sir deb ataymiz. O'rtada bor. O'rtada qapas turib ko'rishingiz mumkin. Bu yerga kichkina mushukni olib kelmayman. Maniskina ham qala turibdi, o'zi ko'rishingiz mumkin. Yaxshimiskina? Keyin Dahshat ular. siz ham o'zida kiyimimizni bitta ko'rsatib boring. Sanchoga o'xshaydi. Sanchoni skiniga o'xshagan mana. Tepasida anaqasi bor. Toji. Toji bor. Bo'lmasa ketdik doriga qarab. Yetdi. Qonimoq suv kattaligini dor. Yaxshi-ku udar. Mana sekin doriga qarab chiqishni boshlaymiz. Siz bu yerdan chiqmaysiz. Orqa tarafdan chiqasiz. Bu Uralning ikki tarafi. Siz pastda menga hamrohchilik bildirib turasiz. Bir uch ketdik. Давайте fokus ko'rsatinglar. Sirk. Ana saltirayna shu saltirlan. Ana bitta sakrab oringchi. Dar, хорош, Max. Sekin hanchalarga o'tamiz. Ma. Gol deb boshqatdan. Qidor bosib ketdi ya. Ana uy ichida nima bor? Qanaqa uy? Mana qizil. U uy emas, hozir tayyorlanib chiqargan joyimiz edim-ku. Ko'rsam mayli? Bemalol hozir kirdik-ku bu yerga. Ha, to'g'ri, esimdan chiqarib qo'ydim. Ana ikkita yonida turgan narsalar bu kalonkalarimiz hisoblanadi. Kalonka mana. Kalonka endi bunga hamma qiziqadi. Bizda hayvonot bog'imiz bor, gepartimiz. Buning ichida bitta tuyada emas, tuyani hamma biladi. Tuyani kichkina ko'rsatmaydi hozir. Hatto siz ham ko'rganingiz yo'q tuyani. Endi buni ko'pchilik qiziqsa kerak bu apparatimizga. Qanaqa apparat deyishim mumkin. Endi buni sal keyingi videolarda aytib qo'yarlar. Hozir tushuntira olmaymiz buni sizlarga, to'g'rimi? To'g'ri aytib qo'yishimiz mumkin. Kimsa mana o'zlari ham biladi buni qanaqa uskunaligini. Da. Shuning uchun keyingi videolarda shu doridayni ko'rishganimizda albatta aytamiz. Agar sirk yaxshi biladiganlar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Men bitta dorga chiqaychi, Max. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. O'tirib. Gittik. Давай. Sekin. Qana ketdi. Uy. Bitta sakraymiz. Paxsan tomosha qilish o'ta mazza ekan. Endi yana qaytishim kerakmi? Uy. Ehtiyot bo'lib. Uy. Voy, nima bo'ldi? Dahshat bo'ldi-ku. Bekor sakramman. O'zimga ishonib ketdimmi? Ishonmangiz kerak. O'zingizga ham ishonaylikmi? Chalatiroq bo'ldi. To'g'rimi? Mayli, dorini hamma birinchi chiqqaningizda qilasiz. Keyin asta-sekin o'rganib ketaverasiz. To'g'ri, da. Bizda ham shunaqa bo'ladi, afsus. Dorimizni hamma obunachilar ko'rgan bo'lsa, biz xursandmiz. Obunalarni bosib, likelarni bosasiz albatta. Maxga ham bosasiz, Max TVga ham bosasiz. Kanalini описание tagida ссылкасini qoldirib qo'yaman. Podpiska obunalarni bosib qo'yasizlar. Keyingi narsalarimizda videolarimizda bu yerda tomosha bo'ladi. Просто biz hozir kichkina obzor oldik deydi. To'g'ri, obzor.
Albatta bu yerda endi tushunishingiz mumkin. Dori menimcha sirkka hamma yosh bola yaxshi ko'rsa kerak. Shuning uchun aynan bu videoni biz qo'ydik. Shuning uchun do'stlar bu videomizda hamma yosh bolalar dori yaxshi ko'rishini bilib, shuning uchun bu videoni biz ayniqsa mana shu qo'ydik. Shunga hamma yaxshi ko'rsa kerak deb menimcha qo'yardik, hamma dedik. Shuning uchun keyingi mana gaplari yo'q demasam mana turib beribman. Shuning uchun keyingi kattaga rahmat aytaman meni videolarga chaqirganlar uchun. Arzimaydi. Mana o'zim blogerman, mana ham kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Datadan video qo'yaman. Datadan video qo'yaman mana. Uzr. Mayli. Endi zooparkka boramizmi yo shart emasmi? Zooparkdan davom bitta kirib chiqaylik. Kecham tushib qolgancha. Uxlaydigan joy bormi? Ana shuni o'ynaydik kitob o'ynaymiz. To'xtang. Sirkka emaydi, tirga chiqaylik. Mayli. Tirman yo'q deng bitir. Hop oldim. 3 ta o'qisa yetar menimcha. 3 ta o'qni ololmadim. Birinchi. Qana. Shunda. Ana kallaga. Voy, o'qim tugab qoldi. Menda 22 ta o'q qoldim. Ko'p pullar bo'lsa, ehtirom bu joylarimiz pulli bo'ladi. Chunki dori bugungilar bugun o'rnatdik. Dam olganimiz ham yo'q. Bitta tugab qoldi. Bam. Mana headshot. Yana Tira ba'zilar biladi, netar avtomat deb o'ylashadi, netar bizda masalan avtomat qilolmaydi, shuning uchun o'rniga kamonna qilib qo'ydik. Tushirolmayman. Mana qarab turing. 1 2 tushdi. Mana o'tayotganimni ko'rsatib boray. Qani. Ot. Managa tushdi. Ana kecham tushibdi, qarashidan keyin orqaga juda go'zal manzara turibdi. Wow, buni qaranglar. Hozirda hayvonlar skeletda juda ko'payadi, shuning uchun mana qo'lagani ketaylik. Ko'payibdi. Hozir urishaman. Sуда. Skor. Kota ketdi. Ketdi, zapartga qarab ketdi, zapartga. Zombilar orqangda qo'layapti, tezroq bo'l. Zapartga qarab sekin suraymiz. Zapartga musiga hayvonlar udar ko'p. Zapartga kiring, tez. Ishi yo'q. Nima yopilmayapti? O'zing yopaman. Bo'ldi, yopildi. Ketdi bo'lmasa mana sekin uxlaymiz. Zo'r joy ekan. Mana yopdim. To'xta. Oldimizdan monsterlar boshlaydi. Bo'ldi, uxladim. Shunda. Ana turdik. Chiroyli quyoshcha, qarang, chiroyli manzara. Skelet yuribdi. Skelet quyoshdan zarba olyapti. Steak olacağım. Bo'lmasa do'stlar, biz videoga yakunlashamiz. Endi ikkinchi qismi ham bo'lishi mumkin. Buni endi albatta ikkinchi qism uchun 20 like yozinglar ikkinchi qism uchun. Va bizlar videomiz tugadi. Yoqqan bo'lsa obuna, komment, like qilasizlar. Zabar uchun albatta narsa qilib qolasizlar. Albatta alohida komment yozib qoldirasizlar. Keyin dori uchun ham albatta doriga kiramiz chiqqanimizga ham alohida like, obuna bosib qo'yasizlar. Sizlar bilan Max TV bo'ldi. Kanalimga obuna bo'lishingizdan chiqib qolmasin. Kingtamanga ham obuna bo'lishingizdan chiqib qolmasin do'stlar. Mayli do'stlar. Sizlar bilan Kingtaman va Max bo'ldi.
Hayır.